Do'stlar, qadrdonlar, mana shu podvalimizga 15 kun oldin chiqargandik. Suv bostirib turgan joyimizni nima sababdan suv bostiryapmiz bilganlar kommentariyga yozinglar deb. Podvalimiz ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Xullas, javobi ko'lash uchun, ya'ni tuproq qatib ketgan. Shuni ko'layapmiz shoir bilan, xudo xolasa. Bundan maqsad fundamentimiz 1.70 kuyilgan. Bundan tashqari 30 cm, 35 cm ko'yladik. Ya'ni odam bo'yidan ham baland qildik. Stovi bu yerda endi skalat qilish maqsadida yoki bir podval, bemalol odam yurish maqsadida mana shunday holatga keltirdik. Endi sizlarga savol, bitta savol, akalar, ukalar, qadrdonlar. Ko'pchilik endi bilishi mumkin yoki bilmaganlar uchun foydali ma'lumot bo'lishi mumkin. Xo'sh, betonimiz 1.70 cm. Biz undan 35 cm yoki undan ko'proq oldik mana. Mana shu joy tuproq, u tomoni ham tuproq. Betonimiz seta tugagan. Endi kimdirlar aytayapti, bu tulab ketadi. Yoki cho'kadi. Shuning uchun menga beton kuyish kerak deyapti. Qanday qilib beton kuysa bo'ladi? Buni endi ko'ylasak cho'kishi mumkin. Shunga men boshqa deyapti qadrdonlar. Bilganlar kommentariyga yozinglar.